Avval hafta savdoda sizlar uchun arzon narxda va ideal holatda Nexia 2 mashinasi kelib qoldi. 2015-yil 180 ming kilometr masofani bosayotgan 1.6 super kondisionerli variant o'qila. Mashina holati o'qila zo'r holat turibdi. Tepasi qimmat ledlar qo'yilgan. Balon holatlari ham yaxshi holat turibdi. Tayinrovka ruxsatnomalarigacha bu. Kraska holati, kapot, krilo yuzak bor deyapti. O'zini uchun tekshirtirib, proverka qildirib olasizlar. Salon qismlarini ham ko'rishingiz mumkin. Salonlari ham zo'r holat turibdi. Mashinaga yaxshi qo'l po'li solingan 180 ming probeg. O'kila konditsionerlari ham muzda ishlab turibdi. 907 megahertz putlagish ham ustavka qilingan. Temir gaz bo'lolari bor. Texnik tomonlama hech qanaqa muammosi yo'q ekan. Kuzovlari ham o'kila yaltirab, olov bo'lib yonib turibdi. Xullas, mashina olib mazza qilib minasizlar. 2015-yil 180 ming kilometr masofani bosayotgan 1.6 super konditsionerli variant. Okamiz bilan narxini sizlar mazza qilib minishinglar uchun $5250 baholaydi. $5250 ga minishga tayyor 1.6 super konditsioner Nexia 2 mashinasi.